islom e'tiqodini g'arazlik burmilashga, kuchuklashtirishga qarshi turayli. Davomi. 1. Islom dinida vatanparvarlik masalasi. Vatan Uyg'ur tilidagi lug'at ma'nosi bo'yicha tug'ilgan yurt deganni bildirib kelyotidi. Hozirgacha vatan tug'ilgan yurtning doirasi o'xshamagan davrda o'xshamagan ko'lamga ega bo'lib keldi. Bugungi kunda ma'lum etnik guruhining to'plashib yashaydigan territoriyasini aniqroqi davlat tavallikini bildiradigan iboraga aylandi. Vatan ahliga ajdodlardan miros bo'lib kelayotgan, uning butunligi, daxli tarifsizligi uchun millionlarcha qurbonlarni bergan muqaddas tuproqdir. Texmi ochiqi butun zaminning egisi bo'lgan Alloh har qavm, har millatga miros qilib bergan muborak diyordir. Alloh subhanahu va taolo muqaddas kitobi Qur'oni Karimda shunday deydi: Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uningga bandalardan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir dedi. Sura A'rof 128-oyat. Demak, shu xulosaga kelimizki, Sharqiy Turkiston Allohning mulki ichidan bizga varislik huquqi berilgan vatandir. Shuning uchunmi biz Allohning tabarruki bo'lgan bu vatanni onamizni so'ygandek so'yishimiz, onamizni asirgandek asirishimiz, onamizni qo'g'digandek qo'g'dishimiz, onamizga ko'yingandek ko'yinishimiz aqalli insoniy burchimizdir. Mana shu majburiyat tuyg'usining o'lchamlik atilishi vatanparvarlikdir. Mana shu majburiyat tuyg'usi, burch tuyg'usi bizni qurbon berishga, jafoga chidashga, shaxsiyatimizdan kechib, uning uchun xizmat qilishga undab turdi. Bu tuyg'u Alloh sevgisidan tug'ilgan bo'lg'achqa, Alloh sevgisidan qolsa hayotimizdagi eng muqaddas tuyg'u vatan tuyg'usidir. Albatta shuni nazardan saqit qilmaslik kerakki, o'z shaxsiyatidan boshqa g'oyasi bo'lmagan, sevgi nima, nafrat nima, chegirasini ajratolmaydigan, hammani menning manfaatiga ko'ra baholaydiganlarga bu muqaddas tuyg'u nasib bo'lmagan. O'zini so'yish tuyg'usi eng yuqori turadigan bu odamlarda bundaq go'zal tuyg'uning bo'lishi mumkin emas. Lekin shuningdan alohida hushyor bo'lishimiz kerakki, ular o'zining nafsi xohishini pardazlab, razillik uvusi bo'lgan tor ko'langiga la'nat qiyonining besib kirishidan saqlanish uchun muborak islom dinini suiiste'mol qilib, dinimizning yuziga kufri deg'ini chaplab, islom dini bilan vatanparvarlikni qarama-qarshi qilib qo'ymoqda. Ular Qur'oni Karimning orqasiga o'tib, islom dinini so'yadigan xalqimizni qaymoqtirishga urinmoqda. Ular xuddi tatliq shirniga amroq jonivorlarni o'ldirish uchun zaharni shakar bilan niqoblab bergandek ish qilyotidi. Masalan, o'zlarini Allohga va Allohning diniga eng sodiq qilib ko'rsatish uchun hadislar, islom, Qur'on deb vaqiraydi-yu, talbiq qiliqlari islomga, mo'minlarning tub manfaatiga xilof keladi. Sadoqatmanlikda hammani besib tushirdigandek ko'rinish uchun faqat Alloh deb o'lish tashabbusi bilan birga vatan deb o'lsa shahid bo'lmaydi degandek talbiq qarashni aralashtirib etib, go'yo islom dini vatanparvarlikni chetga qoqigandek tushunchalarni keltirib chiqarmoqda. Buning oqibati parchalanishga, nurg'un qarindoshlarimizning yordamidan mahrum qilishga, dushmanni ko'paytirishga elib bordi. Texmi yamini islom dini bilan yaqindan tanishayotgan, dillari hidoyat yo'liga yiqilishayotgan nurg'un kishilarning islom dinining haqqoniyatini, ilmiyligi, butun dunyoning hayot tarziga uyg'unligi, barliq go'zal narsalarni, yaxshi ish, esil xislatlarni tashabbus qiladigan ilg'orligiga bo'lgan tanishiga shak tushirib, dinimizning parlaq saltanatiga dog' tekkizishdek jinoyatlarni sodir qilmoqda. Yurtini so'yish, ya'ni vatanparvarlik, Allohning mulkiga varislik qilish bir xil go'zal axloqdir. Islom dini insonlarni go'zallikka tavsiya qiladi, razillikdan cheklaydi, yaxshi xislatni tashabbus qiladi, yomon qiliqdan to'saydi. Undaqkan vatan so'yishdan iborat yaxshi xislat islom ruhi bilan zid kelishi mumkinmi? O'zlari minglarcha turug'liq o'limdan qo'rqib yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi. Bu oyatda yurtini so'ymaganlarning la'natga, qarg'ishga qoldiganligi nihoyat ro'shan ko'rsatib berilgan. Yana bu oyatni tahlil qilib ko'rayli. Payg'ambar, sizlarga jihad farz qilinsa jihad qilmay qolarsizlarmi dedi. Ular, yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Alloh yo'lida jihad qilmayli dedi. Sura Baqara 246-oyatning bir qismi. Bu oyatlardan shuni tushunish tas emaski, yurtlari, millat mulki, o'g'illari shaxsiy mulk uchun urush qilganlik, ayni vaqtda yana Alloh yo'lida jihad qilganlik bo'ladi. Yana bu oyatni diqqatingizga havola qilamiz. Sizlarni yurtinglardan chiqarib atgandek, sizlarmi ularni yurtidan chiqarib etinglar. Sura Baqara 191-oyatning bir qismi.
Yuqorqi oyatlarda tilga ilinayotgan yurt nemini ko'rsatadi? Kentnimi, mahallanimi yoki davlatnimi? Buni tushunish ancha yuqori savat talab qilmas deb o'ylaymiz. Vatan suyish go'zal fazilat sanaladiganligi, islom dini bo'lsa barliq go'zal shaylarning tashabbusi ekanligi haqida hech kimning gumoni bo'lmasa kerak. U holda vatan uchun o'lishning Alloh yo'lida o'lganlik bo'lish bo'lmasligi yana munozir talab qilamdi. Shundaq bo'lsa-mu gumon va shak shubhalarni tal-to'kis supurib tashlash uchun bu hadisni qarindoshlarimizning samiga selishni ortiq hisoblamaymiz. Abdullah ibn Amra shundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom shundaq degan: bir odam o'zining melini qo'g'dab o'lib ketsa shahid bo'ladi. Buxoriy rivoyati. Munozirga o'rin yo'qki, o'zining melini qo'g'dab o'lib ketgan mu'min odam shahid bo'lgan yerda vatandan iborat Alloh miros qilib bergan mulkni, texmi muhim, texmi buyuk, texmi qimmatli mulkni, ko'p kitaba bo'lgan mulkni qo'g'dash yo'lida o'lib ketganlarning shahid bo'lishi aqalli masala emasmi? Mushu asrdagi atoqli olim va siyosiyon Misrda qurilgan İhvalun Muslimin partiyasining qurg'uvchisi Hasanil Banna ta'limotlar nomli asarining amal bobi 4 va 6 moddasida shundaq yozadi: vatanni ruhiy, iqtisodiy, siyosiy jihatlarda musulmon bo'lmagan chet el kuchlarining kontrolligidan qutqizish lozim. Islom ummatlarini qo'g'dab, birlikni saqlab, vatanni qutqizib, sharafini tirildirib, hukumat mustaqilligini va xilofat o'rnini saqlab, madaniyatini yuksaltiradigan bir islom davlatining qurilishiga hassa qo'shish lozim. Ma'lumki, vatan tushunchasi bilan islom tushunchasi orasida bir-birini chetga qoqadigan ziddiyat yo'q. Faqat har kimning niyatiga bog'liqdir. Chunki buyuk dunyoviy g'oya oldi bilan ma'lum territoriyada, ma'lum mamlakatda ish qilishib, hokimiyat himoyasida kuchaydi, taraqqiy qildi. Aksicha 5 qo'lni eg'izga birli salg'il bo'lmaydi. Bu muqaddas bayroq uchun bir hur zimin, hech bo'lmaganda o'zimizga tava bir o'gzi bo'lishi zarur. Yuqorida tilga inilgan Hasanil Banna Misrning yaqinqi zamon siyosiy tarixidagi eng muhim arboblardan biri. 1928 yili mart oyida 6 kishi bilan Musulmon qarindoshlar partiyasini qurgan. 1949 yili 12 fevralda Faruqning qo'lchimoqchilari tomonidan suiqasd bilan shahid qilingan. Ta'limotlar uning vakillik asari va partiyaning harakat programmasidir. Ma'lum bir vatanda hokimiyat qo'lga keltirilmaydi ekan, har qancha cho'ng shuarmi bizni qutqiza olmaydi. Tarixdagi Andalus musulmonlarning qo'lidan ketib Ispaniyaga aylanadi. U yerda islom qonuni musulmonlarning haq huquqlari emas, hatto islom uslubidagi qurilishlarmi cheqib tashlandi. Hokimiyat bo'lmasa, har qancha cho'ng shuarmi kerak kelmaydi. Yuqorqi bayonlarimiz islom dinida vatanparvarlik masalasini oydinlashtirishda yetarli deb o'ylaymiz. Davomı bor.